Bir dasturxon atrofida o'tirib, gapiga qovushmayotgan odamlarning biri ikkinchisiga qanday tuzoqlar qo'yayapti ekan. Ikkinchisi birinchisiga qanday choq qaziyapti ekan. Vallohi a'lamki, balki ayni shu damda shayton alayhi la'na o'zining qilmishlaridan iftiqor qilgan tarzda maqtanganicha bu ikki odamni ko'rsatib, ey 18 ming olamni to'liq hikmat ila yaratgan Tangri, sen ixlos va muhabbat bilan yaratgan odamning bu bolalarini ko'rib qo'y. Bular aslo sening bandalaring emas endi. Ularni men band etganman. Bittagina bug'doy donasidan boshlangan vasvasalari mevasini ko'rayapsanmi? Yer yuzidagi ularning adadini o'zim ham sanab sanog'iga yeta olmayman. Hademay ko'rib turganing bu ikki insonning biri sening huzuringga jo'naydi. Bu dunyoda qilgan gunohlari ro'parasiga dasturxon qilib yoyilganida shubhasizki meni eslaydi. Meni nomimni tilga oladi. Shayton yo'ldan urdi. Ey barcha narsalardan boxabar Tangri, o'zing guvohsan, men ularning qo'llaridan mahkam ushlab zo'rlab yetaklaganim yo'q. Sen ularga ham aql va zehn bergan eding. Men faqat ularning aql ko'zlarini nafs pardasi bilan to'sib ko'r qila oldim. Zulm dunyosini ularga chiroyli qilib ko'rsatdim xolos. Mening olamimga ular o'z oyoqlari bilan yurib kirib keldilar, yayrab yashadilar. Sening huzuringga bormoq va hisob bermoqqa majbur ekanliklarini unutdilar. Yaratmish Tangrining unutuvchilariga bu dunyoda qanday ajr bermoq, qanday o'limni ravo ko'rmoq o'zingga havoladir deyayotgandir.